Nomzodlar turniri yakunlanishiga bir tur qolganida muddatidan oldin g'oliblikni qo'lga kiritdi. O'zbekiston avtomobil bozorida Chevrolet ulushi 80% dan pasaydi. Kuchli shamol Qoraqalpog'iston va Xorazmda talafotlar keltirib chiqardi. O'zbekiston Zomin tog'larini UNESCO ro'yxatiga kiritish jarayonini boshladi. Kunning shu va boshqa muhim yangiliklari bilan tanishtiramiz. Assalomu alaykum. O'zbekistonlik Javohir Sindorov Kiprning Payi shahrida o'tkazilayotgan nomzodlar turniri yakunlanishiga bir tur qolganida muddatidan oldin g'oliblikni qo'lga kiritdi. 20 yoshli grossmeyster endi shaxmat toji uchun amaldagi chempion hindistonlik Gukesh Damarajuga qarshi o'ynash huquqini qo'lga kiritdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev u bilan telefon orqali muloqot qilib, katta g'alaba bilan tabrikladi. Navbatdagi mavzu bilan davom etamiz. O'zbekiston avtomobil sanoati korxonalari 2026-yil birinchi choragida 91,088 ta avtomobil sotdi deb xabar berdi O'zavtosanoat. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davriga nisbatan 15,735 taga yoki 21% ga ko'p. Bir yillik dinamikaga qaralsa, BYD O'zbekiston sotuvlarini qariyb 2 barobarga oshirgani e'tiborli. Kompaniya o'tgan yili yanvar-mart oylarida 4045 ta avtomobil sotgan bo'lsa, joriy yilning shu davrida sotuvlari 93% ga oshgan va 7799 taga yetgan. Avtomobil brendlari kesimidagi raqamlarga kelsak, Chevrolet brendining bozordagi ulushi 80% dan pasayganini ko'rish mumkin. O'tgan yili birinchi chorakda bu brendga mansub avtomobillar bozorning 82,6% ni tashkil etgan bo'lsa, hozir bu ko'rsatkich 79,3% gacha tushgan. Navbatdagi xabar bilan tanishtiramiz. 14-aprel kuni Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm, Buxoro, Navoiy va Qashqadaryo viloyatlarida kuchli shamol va ayrim joylarda chang bo'ronlari kuzatildi. Binolarning tomi ko'chib tushishi, daraxtlarning sinib avtomobillar va elektr tarmoqlariga zarar yetkazishi kabi talafotlar ro'y bergan. Tungi soatlarda bu hududlarda havo sovidi, yomg'ir yog'di, chang to'zonlar bosildi, biroq noqulay ob-havo sharoiti yana 1-2 kun saqlanib turishi mumkin. Keyingi xabar bilan tanishtiramiz. O'zbekiston Zomin tog'lari tabiiy hududini UNESCO Butunjahon merosi ro'yxatiga kiritish bo'yicha nomzodlik hujjatlarini tayyorlash ishlarini boshladi. Bu masala yuzasidan UNESCO Butunjahon merosi markazi va milliy idoralar vakillari ishtirokida onlayn muloqot o'tkazildi. UNESCO Butunjahon merosi markazi vakillari O'zbekiston tomonidan tayyorlangan dastlabki materiallarga yuqori baho berib, Zomin tog'larining o'ziga xos tabiiy landshaftlari va boy bioxilma-xilligini alohida qayd etdi. Shu bilan birga UNESCO mutaxassislari nomzodlikni tayyorlashning barcha bosqichlarida uslubiy va ekspertlik ko'magini ko'rsatishga tayyor ekanini bildirib, konvensiya talablariga muvofiqlashtirish bo'yicha amaliy tavsiyalar berdi. Bu sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan so'nggi xabarimiz edi. Yana qayta ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Salomat bo'ling.